4-5 asrlarda Xiyoniylar va Kidariylar. Milodiy 4-6 asrlar O'rta Osiyo tarixida ko'chmanchi qabilalarning kirib kelishi hamda yangi siyosiy uyushmalarning yuzaga kelishi bilan izohlanadi. Ammo shuni e'tiborda tutish lozimki, o'rganilayotgan davrda O'rta Osiyoga kelib joylashgan qavmlar Amudaryo va Sirdaryo hududlarida hayot kechirib kelayotgan chorvador xalqlarga madaniy va til jihatidan ancha yaqin elatlar edilar. Xiyoniylar davlati 4-asrda turkiy qabilalardan Xiyoniylar dastlab Zarafshon vohasini egallashgan. Janub tomonga yurib, Kushon podsholigi hududida hukmronlik qilishgan. Ularga tadbirkor hukmdor Grumbat boshchilik qilgan. 359-yili esa Eron hukmdori Shopur II bilan ittifoqchilik burchini ado etib, Suriyaning Amida shahri uchun bo'lgan jangda qatnashadilar. Ushbu jangda Grumbatning o'g'li halok bo'ladi. Xiyoniylar markazi Toxariston bo'lgan Shimoliy Hindiston, Afg'oniston, Xurosonning bir qismini ham o'z ichiga olgan katta davlat tuzishgan. 4-asrning 60-70-yillariga kelib, Xiyoniylarning forslar bilan munosabatlari buziladi. Eron shohi Shopur II Xiyoniylarga qarshi kurashib, 2 marotaba yengiladi. Ma'lumotlar yetarli bo'lmasa-da, mutaxassislar Xiyoniylar Kidariylar bilan ittifoqda bo'lganligini taxmin qiladilar. Bunda ular shu davrda Sirdaryo va Amudaryo oralig'idagi yerlar Xiyoniylar ta'siri ostida bo'lganligi hamda ba'zi manbalarda Xiyoniylar Kidariylar bilan yonma-yon tilga olinishiga asoslanadilar. Tarixda Xiyoniylar nomi bilan mashhur bo'lgan qabilalarning asli vatanini ayrim tadqiqotchilar Orol dengizi bo'yida deb hisoblaydilar. G'arb tarixchilari esa Xiyoniylarni xunlarga qarindosh hisoblab, ularni oq xunlar deb ataydilar. Ular bu hududda 120 yildan ortiq hukmronlik qilishgan. Kidariylar davlati 5-asrning 20-yillarida sharqdan Sirdaryo va Orol bo'ylari orqali Xorazm hamda Amudaryo havzasiga yana bir ko'chmanchi chorvador aholi toxarlar kirib kelgan. Toxariylar Kushonlarning avlodlari bo'lgan. Ularga Kidar ismli hukmdor boshchilik qilganligi uchun ularni Kidariylar deb ham atashadi. Tez orada Kidariylar Xiyoniylar davlatining janubiy qismida o'z hukmronligini o'rnatganlar. Balx shahri bu yangi davlatning poytaxtiga aylantirilgan. Manbalarda aytilishicha, Kidariylar dastlab Sharqiy Turkiston hududida yashaganlar. Kushonlar hukmdori Sidolo Jujanlar hujumi tufayli o'z qarorgohini Balxga ko'chirgan. Kidar esa Shimoliy Hindistonga yurish qilib, Gandhardan shimoldagi 5 ta davlatni o'zi bo'ysundirgan. Kidariylarning janubdagi Eron Sosoniylari bilan munosabati yomonlashib borgan. 456-yilda Kidariylar va Sosoniylar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tadi. Bu to'qnashuvda Kidariylar Sosoniylardan yengiladi. Keyinchalik Kidariylar ham ko'chmanchi chorvador aholi Eftaliylar bilan to'qnashadilar. Natijada ular Shimoliy Hindistonga chekinadilar. Kidariylar Hindistonda Gupta davlatini egallab, bu yerda 75 yil hukmronlik qilgan va Xitoyga elchilar yuborgan.